3 hozir 3 santimetr. 3 santimetr bo'ldi. Bu kamroq. Boshqa dalalarda qanday rejalaringiz bor? santimetrda kilovatt o'zi boshqa dalalarda. Chuqurlikda. Tort 5 mi? Qanchagacha ekan? Nechida? 4-5 da где-то. Demak bizga chuqurroq kerak. Biz plug ishlatmadik. Shunga qiyinroq. Da bilan bu yerda blok ishlamagan o'shanga qiyoq, o'shanga buni ham to'g'rilaymiz. Maybe. H. Buni hammasini o'sha H ga to'g'rilab qilib chiqamiz. Va yanada haydaymiz. Va undan keyin yana 10 metr haydab berasiz. Boshqa qatordan ham bir tekshiraylik chuqurligini. Joyidasiz. Haydi. Chuqurligini o'lchaylik. Yaxshiroq. Lekin muammo. Menimcha disk boroni chizigida. Sal yaxshiroq, lekin bu yerda sal muammomiz o'sha diskka balanagada liniyasiga tushib qolgan. Bu yoq qattiq qo'yasizmi, bu yoq qatori. Shuning uchun seyalkani tuproqni yorish uchun sozlasharmiz. Bittasini o'zgartirib tekshirdik. Faqat bittasini qilaylik, video tekshiraylik Jamol aka. Keyin yana qolganini. Balkim chunki oldisini ham tushirishimiz mumkin doktor. Drive a few meters and we will check. Ozgina yana 10 metr haydang. Bundan ko'p emas. Ular yaxshi tushunadilar. Ha, deyarli 5. Biz barcha uchun buni qilishimiz mumkin. Bu vosita nima qilishini tushuntirmoqchiman. Ular yaxshi tushunadilar. Siz yaxshi tushunasiz buni. Bu vosita nima qiladi? Bu nimaga bizga kerak? Nima ish qilyapti? Ha, birinchi bo'lib oldiga. U yerga ishlov berishni chuqurlashtiradi. Bu esa qatorni tozalaydi. U birinchi yog'adi, ikkinchisi u tozalab yo'l qilib beradi. Endi bu mukammal bo'ldi. Chunki qisqa edi va hamma narsani chetga suradi. Bu esa tuproqqa chuqurroq kirish imkonini beradi. Juda yaxshi. Lekin tozalavdi, lekin o'shanga hozir pasaj tushirganimizdan keyin bu yana chuqurroq yorib, tozalab ichga qulay qiladi. Balkim plug qilingan joyingizda yana ko'tarib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Bo'lmasam hammasini bir xil joyga tushiraylik. Yana bir tekshiramiz. A, B, A, B, va 1 2 oldi. Bu 6tasi.
Biz 3 ta turibmiz va bu yerda. and you can 3 ni tekshirishingiz mumkin. this line. Endi so'rashimiz kerak. Ichida qaysi disk bor? 18 teshikli yoki 24 teshikli. Keyin donlar orasidagi masofani bilamiz. Bu diskda nechta teshik borligini so'rang. That's the disk who is inside it. 18. The disk, how many holes again? Habe ich die Disk bin ich ein Tisch geworden. 24 ta. So, Har bir don orasi 15.5 15 between 5 sim each grade. Yeah, 15 centimeter. So, va bu ogitlash uchun. fertilizing, yeah? Fertilizing. Hozir u 2 va D. 2 D. Keling, kesak tozalagichlar qanotlari qanday ishlashini ko'rib chiqaylik. Ular ekish diskining oldida turibdi. Oz modelim orqali ko'rsata olaman. Shunday o'rnatishimiz kerak. Xuddi tuproq yuzasiga ozgina teginib otgandek. Keyin u shunday harakatlanib, toshlarni olib tashlaydi. All the stones go. Mana prinsip shunda. That's the principle. Not Juda too chuqur deep. emas, agar juda chuqur qilsangiz, u yerga ishlov beradi. Va uni juda baland ko'targaningizda ham Then hech qanday ta'sir yo'q. Bu standart null variant. Zero, yeah? Agar sizda donsiz, So if you have many places, or joy holes yoki without teshiklar grain, ko'p bo'lsa, then keyin more. ko'proq plyusga o'zgartiring. More, yeah? Agar So sizda if you bir have teshikda many times ikkita two don grains bo'lsa, on one hole, yeah, keyin minus belgisiga o'zgartiring. minus, yeah? Now first I must fill it. Har bir teshikda bitta don bor. Oh, Men now uni I make minus more qilaman. aggressive, yeah? Ko'ryapsizmi? Yeah. Many losing. Ko'p yo'qotishlar. Va endi boshqa tomon. Bu yaxshi, lekin ba'zida ikkita bo'ladi, ammo bu safar emas. Agar ikkita bo'lishini ko'rsangiz yoki butunlay yo'q bo'lsa, buni sozlashingiz mumkin.